Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, qalaysizlar, tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Ozgina shamol kuchli bo'lyapti zavodda. Shuning uchun mikrofonni o'zimga yaqin olib keldim. Hammani, barcha turdagi mototsikl ishqibozlarini yagona qiziqtirgan narsa kvadrotsikllar haqida bugun sizlar bilan qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'p, hozir akalar, bu kvadrotsikillarimiz Farg'ona shahriga chiqib ketyapti. Farg'ona shahridan endi kvadrotsiklni o'zi haqida bir qator qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman akalar. Kvadrotsikl oldi tomondan ko'rinishi bu qizilga qora kombinatsiya qilingan bo'ladi. Balon razmerlari 12 ga 10 lik bo'ladi va ko'rib turganimizdek oldida lyubotka troslari bor. Bu 10 metrgacha chiqib, o'zini o'zi botib qolgan joydan tortib olish imkoniyatiga ega. Dugalari ham ramadan chiqqan bo'ladi. Nihoyatda mustahkam, faralari led faralar, ichkarida xrustalniy vid berib qo'yilgan. Bu oldi plashapkasiga keladigan bo'lsa 150 kg yuk ko'taradi va juda ham katta tumanlilar bilan jihozlangan. To'l kabina ichkarisi nihoyatda katta. Bemalol odam o'tirib, sideniyada bu tarafga siljib bemalol harakatlansa bo'laveradi, tiqilib qolmaydi. Tablosiga keladigan bo'lsak, zamonaviy tablo. Aytib o'tishim kerakki, oldi lyubotkasi ham knopka bilan ishlaydi va oldi troslari ham knopka bilan ishlaydi. Yana nimalar desak bo'ladi? 250 kub ob'em dvigatel. Dvigatelda 25% chasta yaponskiy bo'ladi. Zonshen deb nomlanadi dvigatel. Bu birka raqamlari 583 kg o'zini suxoy vazni hisoblanadi. Пониженный повышенный передачasi bor. Tepaliklarga chiqayotganda albatta kerak bo'ladi. Tormoz tizimi oyoqda. Xo'p, antifrizli bo'ladi. Antifriz bajoga bu yerda joylashgan. Yonida ikkita o'dob sideniyalari bor. Passajirdan tashqari yana ikkita odam o'tirsa bo'ladi. Bortini razmeriga keladigan bo'lsak, akalar 2 ga 1.35 bo'ladi. Orqa borti ikki xil sistemada ochiladi. Yon tomonga va zil sistemada ochiladi. Hozir men tag tomondan ko'rsataman. O'ta ham baquvvat narsa. Balonining kattaligiga alohida ahamiyat beringlar. Resor qo'yilgan. Resorlar ham juda ham baquvvat. Zatning mostiga keladigan bo'lsak, zatning mosti ham juda ham baquvvat, qimmat zatning mostidan joylashtirilgan. Ramasini o'ziga 4 tonnaga kafolat beriladi. Silindrlik bu samosval hisoblanadi, o'zini bortini ko'tarib to'kadi. Silindr maslinli hisoblanadi, stator bilan ishlaydi. To есть motor o'chiq turgan holatda ham o'zini o'zi bortini ko'tarib to'ka oladi. Juda ham zo'r narsa. Bu kvadrotsikllarimizni ko'k ranglisi ham chiqqan. Hozir turaga yuklangan mototsikllarimiz Farg'ona shaharga chiqib ketyapti. Zavod telefon raqamini ekranda yozib qo'yapman akalar. Bundan tashqari yana 20 xil mahsulot ishlab chiqariladi eng kamida zavodda. 1 tonnalik, 2 tonnalik, 500 kilolik, 3 tonnalik, 4 tonnagacha bo'lgan mototsikllarimiz bor. Asosiy so'rov kvadrotsiklga ko'p bo'lgani uchun kvadrotsiklni ko'proq obzor qilyapmiz. Bokovoy oynalari ham juda ham katta. Ichkarida mana dvorniy shotkalari elektritskiy ishlaydi. Tepasini lyuk qilib ochsalar ham bo'ladi. Bu uchun alohida joy, alohida sharoit qo'yilgan. Xo'p, tormoz tizimlari va korobka передачасы. Korobka передачасini aytgancha gapirib o'tdim. Korobka передачасы bir pastga, keyin tepaga bo'lib uriladi. Bunisi uzr oyog'imni ko'rsatayotganim uchun qo'limda telefon bor, bir qo'limda mikrofon bor. Bunisi передний, bunisi задний. Ruchniy tizimlari qo'yilgan. Kimga shunaqa kvadrotsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, zavod raqamini yozib qo'yapman. Buyurtma qilsalaring, buyurtma qilganlaringdan keyin kvadrotsikllarda uylaringgacha dostavka qilib chiqarib berishadi. Bor yo'g'i 500 ming 1 million sakson. Borib, ko'rib, tekshirib olasizlar. Ma'qul keladigan bo'lsa, tog'li, toshli zonalar umuman muammo emas, botib qolmaydigan narsa. Nedorожный off-road. Sotib olishga 100% arziydigan narsa. Men o'zim maslahat beraman. Ya'ni imunnoy
bu mahsulotni sotayotganimiz uchun, immuno bu zavodda ishlayotganimiz uchun emas, haqiqatdan ham bu texnika juda ham baquvvat va sotib olgan odamni xizmatini qiladigan texnika bo'lib chiqqan. Hozir bu treylerga 4 dona yuklab chiqarib olamiz. Xo'p, akalar, ukalar, qo'limdan kelgancha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Agar nimanidir esdan chiqarib ketgan bo'lsam, men bor uzr so'rayman. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, hozir o'zi aslida videoda narxini aytmoqchi edim, faqat zavod chakana va ulgurji tizimda ishlagani uchun narxini hozircha aytmaymiz. Ekranga telefon nomer qo'yib qo'yapmiz. Bu zavodning o'zining nomeri, ya'ni narx sizlarda yashirinmi, bu sirmi, unaqa narsa, unaqa savol bermanglar, to'g'ri tushuninglar. Bu zavod distribyutorlarga основной ulgurji yuk tarqatadi. Zavodda mana nomerlarni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol narx va qo'shimcha ma'lumotlar uchun bemalol telefon qilsalaring bo'laveradi. Telefon qilsalaring zavodda sotuv bo'limi, sotuv operatorlari telefonni ko'taradi. Bemalol hamma narsani aytib, sizlar ishlayni bitirib berishadi. Zapchastlardan umuman muammosi yo'q. Zapchastdan muammosi yo'qligini men hozir sizlarga yana bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, akalar, bu yerda 50 kubaturadan boshlab 150 kubaturagacha motorlar bor. Mana korobkadagilar hammasi motor. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Xo'p, keyingi konteynerimizda balonlarimiz joylashgan. Keyingi konteynerlarimizda zatlimoslar, hamma narsa, motor, kardan, val, nima xohlasak hamma narsa bor. Ramalarigacha hattoki bor. Bemalol aloqaga chiqasiz. Jigarlar, qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildim. Albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa bir-biridan qiziqarli mahsulotlar ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu kvadrotsikllarni bir-birini bortiga chiqarib yuklashib oladi.